Bugun bu mashinamizni baribir toychog'imizni ovozi boshqachada. Lekin bugungi obzorimiz bu Volga haqida emas. Bugungi obzorimiz yengil, zamonaviy Southwest mashinamizda bo'ladi. Bu mashinamizning eng zo'r fishkalaridan bittasi mashinamizning to'liq quvvatda, to'liq bak benzinda 1700 km yurishida. Mashinamiz 20 diska bilan jihozlangan ekan. Mashinamizning tog'li hududda yurishida mana paroklarini o'tirib qaraganingizda ham juda ham ancha baland. Agar xarid qiladigan bo'lsangiz, parok oldi oblisovka qo'shib berishar ekan, yana полностью tonirovka urib berishar ekan. Salon qismiga o'tamiz. Mashinamizda qaranglar. Eng birinchi richagini qarang. Xrustalni richag qo'yilgan ekan. 360 kamera bilan jihozlangan. O'zini o'zi zaryadga qilib yurar ekan. Telefoningizni ham zaryadga qilsangiz bo'lar ekan. Yana uncha-muncha mashinalarda yo'q narsa. Mashinada panoramli lyuk, shtorkasi ham bor. Oxirigacha semeyniy, oilaviy okalar, kelaylarni hammaliga tog'ma-tog' yurasizlar-yu, tog'ma-tog' yurishga, mana bolachalarni o'tkazib olib haydashga вообще zo'r. Mana 3-chi qator sidinamiz ham bor. Oyoqlarini bemalol cho'zib o'tirishadi. Mashinamiz qiziq bo'ldimi? Agar qiziq bo'lgan bo'lsa, Olam Avtoga kelib xarid qilishingiz mumkin.